Yaponiya qishlog'ida qurayotgan uyimizga ko'chishimizga 11 hafta qoldi va bu mening uy qurish turkumimning 10-qismi. Xullas kalom, Yaponiyadan salom. O'tgan hafta men sizlarga issiqlik saqlovchi mineral tolani devorlarga joylashtirish tugab, devor panellari o'rnatishni boshlanganini ko'rsatgandim. Va kutilganidek bu hafta o'sha ishlar davom etmoqda. Ko'rib turganingizdek, birinchi qavatning tashqi devor panellari deyarli tugab qolgan. Birinchi qavatga vanna va dush ham o'rnatilibdi. Yaponiyada dushlar ko'pincha oldindan tayyor holatda bo'ladi. Ya'ni joyida alohida qurilmaydi, balki butun blok holida olib kelib Albatta xohlasangiz o'zingizga moslab yasash ham mumkin, lekin bu ancha qimmatga tushar ekan. Shuning uchun bizniki ham blok sifatida joylashtirildi. O'tgan hafta men sizlarga bir narsani aytishni unutibman. 2-3 haftadan beri uy ichida faqatgina bitta usta ishlayapti. Bu Yaponiyada odatiymi yoki yo'qmi bilmadim-u, lekin bu meni juda ham hayron qoldirdi. Tashqarida ham ishlar ancha oldinga siljigan. Esingizda bo'lsa, bu turkumning 3-qismida uy dizaynini ko'rsatgandim. Uy to'liq g'isht emas, qolgan joylari mana shunday oq panellar bilan qoplangan. Aslida tashqi qismi deyarli tugagan, lekin hozircha to'liq ko'ratish ham qiyin. Buni endi hammamiz oxirida ko'ramiz shekilli.